O'zim yuradigan mashina asosan shahar ichida eng qulay Malibu. Haydovchi bilanmi yo o'zingizmi? Ba'zida haydovchi bilan, ba'zida o'zim yuraman. Viloyatlarga chiqadigan bo'lsak, Cadillac. Tak, bo'pti. Ketdi Cadillac ko'raylik. Kalti bormi ham? Ochami? Cadillac o'zingiz olgansiz tanlab shu yerda Toshkentda. Cadillac o'zimga olganman. Endi oldin bir yilda 2 marta, 3 marta kelardim. O'sha mahallari endi mashina olardim-u, kam haydardim. Keyin o'ylab viloyatga ko'p chiqib turaman. Endi aka-ukalarim vodiyda turishadi. O'shaning uchun eng yaxshi mashina deb shuni olib, mana haydalmaydi ham даже. Haydalmaydi. Nimaga haydalmaydi? Shahar ichiga juda kam haydayman, shahar ichiga. Aytdim, shahar ichiga o'sha Malibu va viloyatlarga chiqqanda. Qalay bo'ldi endi Cadillac O'zbekistonda? Necha pulga oldingiz buni? Bu Cadillac mana necha pul turadi? Cadillac shu 200 mingga yaqinmi turadi. 200 ming dollar turadi. Da. Yangi chiqqan-a bu обновленный. Yangi chiqqani. Haligi turishi buni juda ham yoqqanligi sababli shunda salonga kirganimda o'zi menga qarab turgandi. Ko'rinishi ham, gabariti ham juda ham baquvvat mashina. Yurishi ham zo'r, tortishlari minib ko'rib, shuni olishga qaror qildim-da. 35 yoshda. 35 yoshda. Qo'yil. Ko'rsa bo'ladimi ham? Bemalol. Bu endi ko'proq haydovchi bilan yurishganmi yo rulda ham zo'rmi? Yo, rulda ham yaxshi. Juda ham udobniy mashina. O'sha tog'poqqa chiqsak ham oilaviy bitta bosilamiz, juda ko'pchilikmiz. Bitta bosilamiz, chiqib ketaveramiz. Ya dahshat bo'pti. Do'stlar, mana shunaqa gap hammaga nasib qilsin. Odil aka, eng qiziq savol yana Xitoyda yashaganingizda Odil Ahmedov o'ta Ferrarisi bor ekan. Bu rostmi? Endi Ferrari Xitoyda nima anaqa ko'p, любой mashinani olib minib ketaverasiz. Xuddi shunaqa Ferrari berishganda seni haydaganmiz. Berishgan, o'y sotmagansiz? Yo'q, o'zim sotmaganmiz. Chunki bitta komandaga o'tsangiz, yangi kontrakt qiladigan bo'lsangiz, polni kontraktda yozib ketiladi. Uy, mashina, hamma narsa. Hammasi beriladi. Hammasi beriladi. O'sha necha yil o'ynaydigan bo'lsangiz, o'sha yilda sizni o'sha uy mashina bilan ta'minlashi kerak. Ferrari berishgan. Ferrari ham berishgan, shofyor bilan ham mashina berishgan, shunaqa haligi moliyaviy tarafdan muammo yo'q edi.